mana bu so'zlarni vijdonan eshitsak, shu hislatlarni o'zimizda ko'ramiz, birodarlar. Hozirgi kunda ummatlari nima qilyapti? Hozirgi kunda ummatlari Allohni qo'yib shaytonga ergashyapti. Allohni qo'yib shaytonni do'st tutyapti. Allohni qo'yib iblisga bo'yin sunyapti. Mana bunday bandalarga Alloh taolo o'z Qur'oni Karimida Kaf surasi 50-oyatda aytayaptiki: "Eslang ey Muhammad, farishtalarga odamga sajda qiling deyishimiz bilan sajda qildilar, faqat iblis sajda qilmadi. U jinlardan edi, bas Parvardigorini amriga bo'yin sunishdan bosh tortdi. Endi sizlar ey odam bolalari e'tibor qiling. Ey odam bolalari, meni qo'yib uni, iblisni va uni zurriyotlarini do'st tutasizmi? Ular sizlarga dushman-ku", deyapti mana Alloh taolo. E'tibor qilyapsizmi, birodarlar? U iblis zolimlar uchun Allohning o'rniga naqadar yomon o'rin bosardir. Bu nima degani? Bu hozirgi kunda ummatlari fahsh ishlarni bilib turib fahshga qo'l urishi, aroqni haromligini bilib turib aroq ichish, zinoni haromligini bilib turib zino qilish, foizni, sudxo'rlikni, bankni, kreditni haromligini bilib turib kreditga pul olishni, mana bu narsalarni aytayapti Alloh taolo Qur'onda. Bor narsa bu, birodarlar. Ertaga Allohning oldiga borganda uyalib